rozi etaman tezga. Qolgan 5000 ni notar ustadan. Rozi. Xudodan. Hov, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Shu mashinamiz. Havon reklamadagi mashinam shu. Mashina 100% rodnoy, probeklar ham halol. Ko'ring, mashina dumzo'r. Og'a, zo'r. Mashina gap bo'lishi mumkin emas, lekin probegini men tushunmayman, ustam yo'q, kraskasini ham tushunmayman-da, og'a. Mashina 100% halol. Men javob sizga. Tanishlarim bor. Xolasangiz bir telefonda keladilar, kuzovini ham, probegini ham hamma yeri 100% halol. Ishonavering menga. Yaxshi inson ekansiz. Ishondim sizga. Chaqiring ustangizni. Uka, Srochnik hokimiyatni oldinaga bir qo'y klient topib qo'yma. Tez, probegni ham kuzovdan o'zing ko'rib berasan, rozi etaman tezga. Qo'ydim. Assalomu alaykum. Shu klient taxlab shu. Ko'ring. Hov, og'a, assalomu alaykum. Nechsiz bo'ladi? Hov. Shu mashinami, og'a? Ko'ring, havo. Ne deyish? Maslo mashinalarni topasda yog'a, mala desa ekan. Ukam, Probegini tekshirish kerakmidimi? ko'rpang, probeg kuzov ham sizga ishonaman. Uka, mashina haqiqatan ham zo'r ekan. Birinchi mashinamdan men mashina olmaganman shu vaqtgacha. Og'a, agar shu mashina nomidon bo'lsangiz bormi, shahardan bunday mashina topolmaysiz. Probeglarni ham ko'rib turibman, halol ekan probegi. Qaytarilmaganman. Og'a, mashinani ko'rdim, cho'tki mashina ekan. Olsangiz bo'ladi, 100%. Rahmat, usta. Xizmat haqqingizni chasam bo'ladi. Og'a, kerakmidi? Toza mashina ekan, birinchi mashinamda deb tursiz, pul kerakmidi? Og'amni haq hurmati. Nasib etsin, og'a. Yaxshi ketdim men, qisqa rakadi. Direktor, 5000, qolgan 5000 ni notar ustadan. Bo'ldi, ukam, hammasi halol aytdim-ku. Chiqmadi-ku bu. Qachon chiqacak ekan? Hov, bolamiz o'qishga kiribdi. Hov, yaxshi-ku. Lekin kontraktda kiribdi-ku. O'zi yaqinda mashina olmadingiz. Indinchik bo'ladi. Zaylok, qisliqma. Bir gap bo'lar. Balam do'xini o'ldirma, mashinani sotamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, Amosal keldingizmi? Sog' salomatmisizlar? Rahmat. Hozir sizni mashinangizni, probegini, kraskasini tekshirtiramiz. Hammasi halol bo'lsa, normal summada sotib qolamiz. O'zi mashinani olganingizda vana 1,5 oy bo'libdi. Nima sababdan sotatirsiz buni? Endi sotishdan maqsad bolam o'qishga topshiradi. Shu kontraktdan to'lamaga sharoitimiz bo'lmagandan sotayotirman. Ha. Yana xudo xolasa hozir ma'lumotlar keldi. Bir qator ko'rib chiqamizdan siz narxlarni aytamiz. Oho, buni kimga tekshirtirib oldingiz? Yana bizning texnik ko'rikdan bizning qog'ozimizga qaraganda 2 dona detalanda kraskasi bor, probeg ham kamida 50 ming probeg qaytarilgan ekan mashinangiz. Yana o'qib ko'ring mijaz. To'g'ri keladigan bo'lsa, mashinangiz narxi 7 ming atrofida sotiladigan narxi buni. Ana o'g'lim o'qishga ketdi deb tursiz, dim yordam desangiz 7500 atrofida bo'ladi. 2,5 ming dollar zararga o'tibsiz hozir. Roziman. Barakasini bersin. Kassaga girib pullarni olib keting. Ey, rodnoy mashina 100% rodnoy. Men halol ishiman-ku. Men halol, bu ham notarisa qo'l ko'tarib beradilar. Doktor, meni bolama nima bo'pti? Endi bizlar qo'limizdan kelgancha hamma ishni aytdik. Buyog'i Xudodan. Lekin, bilasanmi? Hamma harom, yomon ishlarni san'at asanagandan jabrini farzanding tortadi. Tushunmadim, ey, nima diyeceksan? Sen hammasini prekrasni tushunding.